yo'qdek va shunday ekan aynan mana shu reyting ballari umumiy rejada birinchi o'ringa chiqadi. Tarkiblar e'lon qilindi. Marhamat Abror. 5-Rustam Ashurmatov hamda Alibek Davronov 23-raqamda 3 markaziy himoyachi. Yusuf Al-Sulaymoniy hozirgina jamoa sardori sifatida bizga namoyish etilgan edi va unda u bilan birga tandemda 21-raqamda Salmon Muhammad yerda nima qila olar ekan? Badr to'pni jarima maydoniga yetkazib beryapti. Vakillarimiz to'pni qaytarishdi. Abbos to'pga tashlangan edi. Quvaytliklar uchrashuvda ilk marotaba darvozamiz tomon yurish hosil qilishmoqda va bu juda ham keskin va xavfli ko'rinish olyapti. Mana bu ortga qaytardi Abduvohid Ne'matov. O'tkir Yusupov jarohatda. Abduvohid Ne'matov bugungi kunda terma jamoaning odatda o'zi barcha murabbiylar tomonidan ikkinchi raqamli darvozabon deb qaraladi. Davom ettirish mumkin. Qanot hakami Shomurodov zarba va gol. 1-0 hisob ochilmoqda. O'yindan tashqari holat endi qayd etilyapti. Oxirigacha kuzatib qo'ydi. VAR borligi uchun FIFA reytingida bir necha ochko taqdim etadi. Rakurs. Ham to'g'ri bu lekin ijroga baribir e'tibor qilib VAR ko'rayotganligini. Gol inobatga olinmoqda. Uchrashuvda hisob ochildi. 11-daqiqada Kuvayt terma jamoasi darvozasini bo'lib ham bosimlik va aynan hamohanglik borligi ajoyib ish. Markaziy hududda Otabek Shukurov bilan jamoadoshi Akmal Mazgavoy o'ynayapti. Hozir yosh kombinatsiya boshlanyapti. To'rtinchi oldingi intilmoqda markazdan pas. Erkinov tezligi bor. O'zing tez. Ajoyib. Hojimat Erkinov aqlli zarba yo'lladi. Bu yerda darvozabonni ochiq nuqtasini ko'ra oldi va shoshilmasdan, kuchga tayanmasdan, aksincha texnikaga tayangan holatda bizdan hujum kutmang degan fikrni bildirdi. Mana bu yerda to'p olib qo'yilishi Shomurodov ajoyib tarzda qoldirdi. Shukurov ko'ra oldi Erkinov ochilayotganini va himoyachilar orasidagi yo'lakdan shundoq yetkazdi. Bu yog'ini esa Hojimatning o'zi hal qildi. Texnika, himoyachilarning harakatini sezish, darvozabonning ochiq nuqtasini payqash, hammasi zo'r chiqdi. Mana bu rakurs darvoza ortidagi kamera chiroyli tarzda ochib beryapti Shukurovning pasi-yu Hojimatning zarbasini. Zo'r, biz aynan bir paytlar shu darajada qiynalardikki, aynan markazdan yorib kirib gol urib ketishdi. Qanotdan asosan Abbos juda muhim palla, jarohat jiddiy bo'lib chiqmasin. Bu so'nggi oxirgisi o'sha Otabek to'pni egallab olgan palla. Uning xalaqit qilishi ortida mana shu gol vujudga kelgan edi. Va Turg'unboyev Azbek Turg'unboyev uning o'rniga maydonga tushyapti. 19-raqamda harakat qiladi. Cannavaro bilan gaplashyapti Abbos. Anizi. Avvallar ham shunday bo'lardi. Hozir Shukurov yana markazda to'pni egallab oldi. O'zing. Shukurov pas. Erkinov, Hojimat, chalg'ituvchi harakatlar. Shomurodov. Wow, nega bunchasi ekan? Zarba afsuski unchalik kuchli chiqmadi. Bu yerda Suat Al-Husayn darvozabon ham albatta oxirgi ninaning uchida turib bo'lsa ham to'pni qaytara olganligidan ayni pallada xursand bo'lsa kerak. Himoyachilarimiz o'zini harakatidan mamnun emasligi ifodasidan ko'rinib turibdi. Hojiakbar Alijonov ajoyib uzatma. Shomurodov darvozabon o'ziga xos. Nasrullayev shu faol bo'lgan qanotiga qarshi ishlayapti. Mana boyagi pas ilib oldi darvozabon. Aslida Eldor Shomurodov ham to'pni salgina yo'nalishni o'zgartirib, yana ham yuqoriroq ko'targanda o'tib ketardi. Mana shu yerda darvozabon payqadi. Ko'rmadi Rustam Ashurmatov, lekin darvozaga bir qarab oldi. Alijonovdan ajoyib uzatma, Trevel uslubidagi pas. Turg'unboyev jarima maydoni ichida qoldirdi. Zarba yo'llandi himoyachilar. Ikkinchi temp bo'ladimi? Alijonov yetib keldi. Erkinov ham vaziyatga aralashyapti. Qolyapti to'p bizda. Qiyinchilik bilan uzoqlashtirmoqchi bo'ldi. Nasrullayev imkoniyat bor. Sherzod Nasrullayevdan zarba. Zo'r. Turli urinish. Yuqorilatib, yuqori burchakning nishoniga oldi, ammo jamoadoshiga yetkaza olmadi. Kuvayt tomoniga o'tyapti to'p.
Markazda oldingi pas, mana bu yerda yaxshi chiqib ketyapti. Hujumchi xavfli vaziyat bo'lishi mumkin. Birga bir chiqib boryapti. Nematovga qoldi va qaytardi Abduvohid. Lekin ikkinchi urinish penaltimikan? Menimcha yo'q. Xato. Mana bu yerda tezda olib chiqib ketsanchi to'g'ri keldi. Va bu to'g'ri. Shukurov beryapti. Faqat Al-Hajri to'pni oldik. Shukurov, Shomurodov chapda Erkinov bor pas, birga bir chiqib boryapti. Hojimat Erkinov 3-0 bo'lishi mumkin. Hojimat darvozaga zarba, darvozabon qaytardi va darvozabon ikkinchi urinishda egallab olyapti. Ofsayd boshqa masala. Kuvaytda ham mana ofsayd bor. O'zbekiston terma jamoasining hujumi Turg'unboyev, Hamraliyev qarama-qarshi qanotga. Erkinov anchadan beri bu yerda to'p kutayotgan edi. Unga pas o'ziga to'g'rilab olyapti. Penalti. Himoyachi qo'pol o'ynadi mana shu yerda. Hozirgina maydonga tushgan futbolchi hali to'pga tegmasdan penaltiga sabab bo'lyapti. Shulardan biri bo'lib turibdi. Mana bir boshdan ko'ramiz. Xo'p, to'pni to'g'riladi. Bu yoqdagi futbolchi bilardiki, Hojimat Erkinov qochib ketayotgan. Bu atayin qilingan harakat meni nazdimda ham shunday ko'rindi va hakam ruxsat berdi. Shukurov zarba yo'lladi, darvozabon egallab olyapti. Al-Xushan, darvozabon Saud to'pni egalladi. Otabek Shukurov ham gol ura olmadi. Avvalgi o'yinda Eldor Shomurodovni esladik, gol ura olmaganini, endi esa Shukurovda shunday holat bo'lyapti. Tayyor holatda turibdi. Aziz G'aniyev ham adashmasam. Azizjon G'aniyev. O'sha har bitta chizig'imizda himoya, yarim himoya va hujumda bittadan o'zgarish qilmoqchi Cannavaro. Bu esa Shomurodov xavfli vaziyat bo'lishi mumkin. Shomurodov pas, Shukurov zarba beradimi? Yo'q, ikkilandi. Alijonov qo'shildi. Pas, Turg'unboyev ofsayd bor edi. Aziz ofsaydda turgan edi. Beradi. Eshmurodov kim almashtirar ekan? Shu qizaloq ko'proq. Davronovmi, Hamraliyevmi? Mana bu yerda e'tibor bering, tezlikda yetdi. Tashlanib bo'lsa-da baribir xalaqit qildi. Muhammad Hamraliyev. Demak, Eshmurodov tushadi nazarimda. Otabek ham kelyapti-da. Yo'q, qiziq. Yo'q, Otabek qaytarish foydadan xoli bo'lmaydi. U yaxshi zarba, lekin noaniq. Terma jamoagacha bo'lgan yo'lni bosib o'tgan Turg'unboyev. Do'stlar, uchrashuv yakunlandi. Bosh hakam final o'qishidagi chalib beryapti. O'zbekiston terma jamoasi oktyabr oyidagi birinchi o'rtoqlik o'yinida Kuvaytni 2-0 hisobda mag'lub etdi o'z maydonida. Fabio Cannavaro debyuti g'alaba bilan boshlanyapti. Bardavom bo'lsin, davomiy bo'lsin. Jahon chempionati bahslarida ham mana shu kayfiyatda uchrashuvlarga yakun yasasak degan niyat bilan siz bilan ham xayrlashamiz.